Avvalambor assalomu alaykum aziz va muhtaram do'stlar, Sanobar Matmurodov. Marhamat sizlarga chiroyli olqishlar bilan kutib olaylik. Albatta mana bugungi dasturimizda, mana bugungi qutlug' ayyomda aziz ustozimiz O'zbekiston va Qoraqalpog'iston xalq artisti Olmaxon Hayitovani eslash, yodga olish biz siz uchun ham qarz, ham farz deb o'ylayman. Shunday emasmi? Davramizda Xorazmlik aziz mehmon, ana shu ustozning turmush o'rtoqlari Rustam aka, Madrahimov ham tashrif buyurganlar. Marhamat, qarsaklar sadosi ostida sahnaga taklif etmoqchi edik. Rustam Madrahimov, marhamat. Gildiroz qarsaklar agar malol kelmasa, marhamat, Rustam aka aynan ana shu Sanobarxonning konserti uchun tashrif berganlar. Avvalambor ustoz, hamisha ko'hna, go'zal Samarqand shahrimizga xush kelibsiz. Assalomu alaykum san'at shaydolari. Bugun mana bu ajoyib koshxonada Sanobarxonni yakkaxon konsert dasturi bo'lib turibdi. Ular shaxsan taklif qildilar, albatta kelmay hech qanday iloj yo'q. Opani yakka ajoyib bir chiroyli shogirdi. Mana hozir ko'rdinglar. Mana shu sahnada turib opa Sanobarxonga oq fotiha bergan. Sanobarxon ajoyib ayol, ajoyib san'atkor. Men nima desam bo'lar ekan, bir opani 35 yil ijodiy faoliyatiga 50 yil tug'ilganiga 90-yil 13-mart kuni Bahor konchi zalida davlatimiz tashkil qilib berdi, o'tkazdi. Shu kechada O'zbekiston xalq shoiri Omon Machan aytdi: agarda meni qo'limda bo'lsa, bir ayol 35 yil 10 kilo keladigan torni ko'tarib yurgani uchun dunyo xalq artisti berardim dedi. Xalq gurillab tikka turib chapak chalib yubordilar. Albatta, agarda meni qo'limda shu imkoniyat bo'ladigan bo'lsa, Sanobarxon shu xona joyda 26 yil ishlabdi. Men hali O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artistni qoldirib O'zbekiston xalq artisti bergan bo'lardim bu hayotda. Endi albatta mana direksiya bor, teatrni, madaniyat ishlari, boshqarmalari bor, mana hokimiyat bor. Bular albatta o'ylab yotgandir. 26 yil ishlagandan keyin balkim bu yil ol qo'lim desa, Xudo hech narsa emas, sizga mayli xizmat ko'rsatgan undan bersa ham rozimiz. Endi o'rtoqlar, mana ko'rdingiz, biz Olmaxon bilan 60-yil turmush qurganmiz. 54 yil yashadik. 4 ta farzandimiz, 2 ta qiz, 2 ta o'g'il bor. 12 ta nevara, 14 ta evaramiz bor, Xudoga shukr. Hammasi tinch sog'lik. Olmaxon opangiz 14-yil 1-yanvar kuni kechqurun soat 7 da to'satdan yarim soatlik ozgina bir ofat keldi-yu, olib ketdi. Xudoga kerak ekan, ilojimiz qancha. Yotgan joylari jannatda bo'lsin. Shu kuni kechasi Sanobarxon xabar topibdi-yu, lop-lop mashinaga minib, mashinani haydab sovuq deng. Juda izg'irin sovuq bo'ldi. Tapichkada Xorazmga mashinani haydab boribdi janozaga. Ming marta rahmat, shogird o'zini juda oqladi. Mana ko'rgan bo'lsangizlar, opani qabriga mana shu Samarqandda rasmlari bilan chiroyli toshga yozdirib, o'rnatib, olib borib, o'zi o'g'li bilan olib borib topshirib keldi, yopishtirib keldi. Ming marta rahmat. Umringiz uzoq bo'lsin. Ijodingizga baraka bersin Alloh taolo. Yana bir narsani aytib o'tishimni o'zimga ep ko'ryapman, yerda vaqtlari ketadigan bo'lsam, shu bu yilni prezidentimiz qariyalarni e'zozlash yili deb
qonun chiqargan, shu bo'yicha juda yaxshi dasturlar bo'lib turibdi. 26-yanvar kuni shu yil Istiqlol konsert zalida opani xotirasiga gala konsert tashkil qildi. Dilkash lahzalar degan mas'uliyat cheklangan jamiyat bor, uni boshlig'i Ahliya Hasanovna, bosh prodyuseri shu ayol o'tkazdi. Men shu ayol uzoqdan ko'rdim, mana shu zalda o'tirganga o'xshaydi. Ularga oilam, o'zim nomidan yana bir minnatdorchiligimni aytmoqchiman. Yana bir mana aytay, shu ayol 20-iyun kuni Istiqlol konsert zalida O'zbekiston xalq artisti Tavakkal Qodirovning xotirasiga katta gala konsert uyushtiryaptilar. Shogirdlari kuylaganda deb nomlanadi. Menimcha shu prodyuser shu yerda hammangizni 20-da shu konsertga taklif qilsa kerak. Boringlar, tomosha qilasizlar, birga tomosha qilamiz. Salomat bo'linglar. Sanobarxon, sizga muvaffaqiyat tilayman, sog'lik. Guldiroz qarsaylar. Tinch bo'ling. Opa aytgandek, o'g'lingizni bir yaxshi joylardan uylantirib, xalqimizni bor, davlatimiz bor unvonlarini olib, xursand bo'lib yurgaysiz. Zalda o'tirgan hammangizga uzoq umr, xonadoningizga tinchlik, osoyishtalik tilayman. Mana yurtimiz tinch, qarang, qornimiz to'q, elimiz butun. Bunday ajoyib zamonni yaratib bergan yurtboshimiz omon bo'lsin, umrlari uzoq bo'lsin. Sog' bo'linglar. Omon bo'ling. Rahmat, ustoz Guldiroz qarsaylar. Aziz do'stlar, hurmatli kuy va qo'shiq shaydolari, ustoz yana bir narsani ta'kidlab o'tmoqchimanki, ustoz san'atkorimizning qabrlariga qo'yilgan tosh juda noyob tosh. Qolaversa, bu toshni Sanobarxon Rossiya davlatidan olib kelingan, shuni aytish ham lozim deb topdik. Rahmat ustoz, dunyo turgancha tuning deymiz. Ustoz, arzivat sovg'amiz bor. Marhamat, shuni qabul aylagaysiz degan umiddamiz. Marhamat. Rahmat. Dunyo turgancha turing deymiz.